Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Tuzukmisizlar, yaxshimisizlar? O'rtoqlar, juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Zo'r narsa keldi bugun, sizlarga ko'rsatmoqchiman. Shu narsani. Baham ko'raman sizlar bilan. Lekin shoshilsanglar ham bo'ladi, lekin aytib qo'yinglar. Bu ko'p emas. Haqiqiy sifat brend mol. Qanaqa? Stepan Richiniki. Bular keluvdi. Вообще zo'rlari bular. Ishoninglar, haqiqatan ham zo'r. Kattasi va umuman zo'r bo'ladi. Ko'ringlar. Tegi rezinkali bo'ladi. Qorni borligi, вообще chiroyli turadigan narsa. Ikki xil rangda keldi bu. Qora bilan oppoq. Lekin qorasi ham seryozni qora aytib qo'ysizlar. Kimga qora narsa kerak bo'lsa, tegi rezinkali narsa kerak bo'lsa, shoshilamiz o'rtoqlar. Bular вообще zo'r narsalar. Bularning narxiga kelsak, hozir bularning narxi xo'p 220 ming so'm gruppa deyligi bo'ladi. Bozorda 300 ming so'm. 300 dan ham baland, lekin aytib qo'ysizlar. Rostdan ham bu shunaqa zo'r narsa. Sifatiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Shoshilamiz o'rtoqlar. O'zinglarni ehtiyot qiling. Yana bir bora juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Do'konimizni bilasizlar, manzilimizni Abu Sahiy Center 2-etaj B20. Fiorenti Milano do'koni. Shoshilamiz o'rtoqlar. Imенно shu modelga shoshilamiz. Sizlarga zo'r narsani tavsiya qilaman. Har doim. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.